Xo'p, akalar, qaranglar. Bizda bu yerda sell switch va buy switch bor. Engulfing o'zi qanaqa bo'ladi? Ya'ni bizda sell switch tushgan, to'g'rimi? Sell switch tushgandan keyin undan keyingi switch ochilgan va sell switchani tanasi bilan to'liq yorib o'tgan. Ya'ni mana bizda sell switchani maksimumi, sell switchani maksimumini tanasi bilan yorib o'tgan. Bu bizga imminni mana shu holat bizda engulfing hisoblanadi. Ya'ni sell switchani buy switchani sell switch, ya'ni qarama-qarshi switchlar bir-birini yorib o'tishi. Misol hozir bizda sell switchani buy switch tanasi bilan to'liq yorib o'tdimi, demak bizga buyga tasdiq beryapti. Hop, akalar, hozir sizlarga engulfingni boshqa nomlarini ham o'rgataman. Ya'ni nimaga buni o'rgataman? Sababi sizlar har xil nomni eshitishingiz mumkin, shuning uchun adashib qolmaslik uchun men sizlarga o'rgataman. Hop, qaranglar. Birinchi nomi shu hozir biz ishlatayotgan nom, ya'ni engulfing, ikkinchisi поглощение, uchinchisini sal oddiyroq qilib aytishadi, switch tanasi bilan yorib o'tishi. Hop, 3 xil nomi bor. Shuning uchun u boshqa joyda поглощение deb eshitsanglar yoki switch yorib qo'yibdi deb eshitsanglar, hayron qolmanglar. Bu hammasining ma'nosi bitta, aytilishi har xil. Hop, qaranglar. Bu yerda bizda engulfing hosil bo'ldi. Endi kirish modelini ko'rsataman sizlarga. Ya'ni tasavvur qilinglar, engulfing qilib buy switch bizda yopildi. Ya'ni o'sha bizga buyga tasdiq berdi. Bundan keyin sizda ikkita kirish holatinglar bor. Men o'zim opitimdan kelib chiqib buni sizlarga aytayapman. Ya'ni bu qayerdadir yozib qo'ygan, qanaqadir seriozli qonun emas. To'g'risi o'zimni opitimdan kelib chiqib sizlarga buni aytayapman. Men ko'p holatlarda engulfing ishlatsam, engulfing bo'lgandan keyin, ya'ni engulfing qilgan switchdan keyingi switch ochilishini kutaman va u switch ochilgandan keyin men o'sha buzib o'tilgan, ya'ni engulfing bo'lgan zonaga atkat berishni kutaman. Ya'ni o'sha joyi o'zidan men buyga savdoga kiraman. Iminda shu holatda men buyga savdoga kiraman. Hop, akalar, kirish nuqtamiz aniq. Stop lossimizni o'sha engulfing bo'layotgan holatda minimumga qo'yamiz. Minimumga qo'yganimizdan keyin sizlarning stop lossinglar aniq, kirish nuqtanglar aniq, take profitinglar birinchisi, ya'ni oxirgi qoldirilgan maksimum bo'ladi har doimgidek. Hop, demak bizda kirish nuqtamiz aniq, stop loss nuqtamiz aniq. Engulfing bo'layotgan minimumdan sal pastroq qo'yasizlar. Bu buy holati, ya'ni engulfing buyga bo'lgan buy kirish holatimizni aytaman. Sellga xuddi shuni teskarisi. Ya'ni sizlar sell kiryapsizlarmi? Ya'ni buy switch bilan sell switch yorib o'tib qo'ydimi? Stop lossinglar engulfing bo'layotgan holatda maksimumdan sal teparoqga qo'yasizlar. Take profitinglar bo'lsa, eng oxirgi qoldirilgan minimumga qo'yiladi. Hop, davom etamiz. Men shu holatdan kirish nuqta qildim. Xudo xolasa 80-85% holatlarda bozor iminni shu test qilgan joydan yoki sal pastroqga tushib, bu yerdan ko'tarilib ketadi va oqibatda bu yerda soya qolib ketadi. Iminni shu holatda sizlarga kirishni maslahat beraman, sababi bu yerdan kirishni riski sizlarga ancha kamroq. Hop, akalar, endi ikkinchi holatini tushuntirib beraman, ya'ni ikkinchi kirish holatini. Hop, birinchisida biz test qilgan joyini kutyapdik, ikkinchisida qanaqa bo'ladi? Agarda bozorda kuch bo'lsa, impuls bo'lsa, keyingi switch ochilgandan ko'pincha bozor nima qiladi? Sirazi impuls beraveradi. Ya'ni pastga soya bermaydi, test qilmaydi, sirazi impuls beraveradi. Ko'pchilik mana shu holatiga ham kiradi. Ya'ni men switch ochilgandan sirazi kirish nuqta qo'yaradi. Ya'ni entry qo'yaradi. Men to'g'risi buni o'zim to'g'ri deb bilmayman, lekin noto'g'ri ham deb ayta olmayman. Sababi bu holatdan ham kirib foyda qilgan joylari bo'lgan ko'pchilikni. Shuni hisobiga sizlar o'zingizlarga qulayini tanlab olib, ya'ni bozorda bu strategiyani ko'rganingizdan keyin, bozorda bu narsani backtest qilib ko'rib chiqqaningizdan keyingina o'zingizlarga tanlab olsanglar bo'ladi, yoki bo'lmasa holatga qarab ish tutasizlar. Lekin o'zi aslida bizga riski kamroq, qulayroq varianti bu zonamizni test qilib berish, ya'ni probitiya bo'lgan zonani test qilib berish bizga ancha riski kamroq bo'ladi. Hop, endi sizlar bilan bozorda buni real grafikda ko'rib chiqamiz. Hop, akalar, ko'rishinglar mumkin. Hozir biz tirlarda 1 soatlik time frame'damiz. Hozir sizlar bilan поглощениeni birgalikda ko'rib chiqamiz. Hop, endi qaranglar. Поглощениeni o'zi qanchadir pips take profit degan garanti joyi. Endi biz o'zimizning o'sha har doimgi qoidamiz bo'yicha, ya'ni bilimimiz bo'yicha take profit, ya'ni buyga kirayotgan bo'lsak, oxirgi qoldirilgan maksimum, sell kirayotgan bo'lsak, oxirgi qoldirilgan minimumga qo'yishga harakat qilamiz. Hop, ko'rishinglar mumkin. Mana bu holatda поглощение bo'lgan ekan, ya'ni buy switchani sell switchi tanasi bilan to'liq yorib o'tgan va undan keyin switch ochilgan. Mana bu holatda switch ochilib, shu buzib o'tgan joyga atkat bergan. Buzib o'tgan joyga atkat berganda biz stop lossimizni iminni shu switchani maksimumga qo'ysak bo'ladi. Qo'ygandan keyin mana bu holatda biz nima qilsak bo'ladi? Sellga kirsak bo'ladi. Bizning birinchi take profitimizni oxirgi, ya'ni mana shu поглощение qilgan switchani minimumga qo'ysak bo'ladi. O'sha eng nima desa bo'ladi? Qulayroq variant bizga o'sha bo'ladi. Mana shu yerga take profit qo'yilgan taqdirda ham o'z aslida bu narsa to'g'ri kelmaydi, sababi risk отношениямizda to'g'ri kelmay qoladi bu holatda. Ko'rishinglar mumkin, o'sha joydan ham 100 pip surib bergan. No, globalniy minimumga qo'yaman desanglar, bu holatgami, bu holatgami?
Bozor bu ikkita take profitimizni ham urib bergan, to'g'riroq 3 ta take profitimizni ham urib bergan. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, birinchi bizani ikkita take profitimizni olib berib, keyin bitta atkat qilib, undan keyin oxirgi take profitimizni olgan. Mana bu holatda ko'rishingiz mumkin, bittada reaksiya berib, bozor 280 pips take profitgacha, atak dalishi 350 pips yurib bergan. Men o'ylashim bo'yicha bu yomon rezultat hisoblanmaydi. Hop, mana ko'rishingiz mumkin, keyingi holatlarni ham birgalikda hozir ko'rib chiqamiz. Hop, mana yana bitta holat, akalar qaranglar. Sell swechani buy svecha поглощение qilgan bu holatda ahamiyat beringlar. Sell swechani buy svecha поглощение qilgan. Agar sizlar o'sha probitiya bo'lgan zonani test qilgandan keyin savdoga kiraman desanglar ham, mana qaranglar. Birinchi bu yoqda kelmagan, tasavvur qilinglar, bu yoqda kirmadinglar bozorga, ya'ni savdoga kirmadinglar, lekin bu yoqga tushgan, imindi bizning zonaga. Mana xuddi shu nuqtada bizning kirish nuqta. Ko'rishingiz mumkin, bozor shu joyga tushgan, bu yoqdan ozgina pastroqga tushgan, to'g'ri. Stop lossinglar bu holatda mana shu minimumga qo'ysanglar bo'ladi, stop lossni. Endi qaranglar. Bozor shu zonamizga tushyapti. Zonaga tushgandan keyin sizlar kirish nuqta qilyapsizlar bu yoqda. Kirish nuqta qilganinglardan keyin yangi svecha ochilyapti va yurish qilib beryapti. Ya'ni общий hisobda 130 pips yurib bergan. O'ylashim bo'yicha yomon natija emas, lekin bitta joyi bor. To, что bizani take profitimizdan olib bermagan. Take profitimizni olib bermagan, atak sellim yurib bergan natijasi yomon emas. 130 pips bu kam rezultat hisoblanmaydi, xudo xolasa. Hop, yana keyingi holatlarni ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yoqda ham поглощение bo'lgan, qanchadir miqdorda yurib bergan, lekin особо zo'r yurib bermagan. Поглощение bo'lgan, qoidasi bo'yicha yurib bergan. Mana misol поглощение bo'lgandan keyin o'sha probitiya bo'lgan joyini test qilib beryapti. Atkatdan sizlar kiryapsizlar selga. Selga kirganinglardan keyin take profit oxirgi mana shu svechani minimumga qo'yapsizlar-da. Kirgan joylardan misol 100 pips yurib beryapti. Bu yomon natija emas, men o'ylashim bo'yicha. Mana keyingi holat. Boya ikkinchi holatimizda mana xuddi shu holatda bo'lgan. Mana qaranglar, sell swechani buy svecha kuchli поглощение qilyapti-da, undan keyin swech ochilib bitta soya beryapti, lekin bizning поглощение bo'lgan holatimizga, hatto mana bu holatga test bermasdan bitta soya qoldirib dalish chiqib ketyapti. Endi kimdirlar mana shu o'ziga tasdiq topa olsa, обязательно savdoga kiradi. Tasdiq topolmagan odam savdoga kira olmaydi. Endi boshqa strategiyalar bo'yicha bu yoqda misol buyga tasdiq bo'lgan ekani, biz hozir sizlar bilan поглощение holatida ko'rib chiqamiz. Shu boshqa temaga o'tib ketmaymiz. Hop, bu holatda ham bizda поглощение bo'lgan ekan, ya'ni sell swechani buy svecha поглощение qilib qo'yibdi. Imindi mana shu holatda, ya'ni kuchli sellga tushish holatida ko'pchilik o'ylaydi, bozor mana shu minimumni buzib o'tib ketadi deb, lekin qaysidir buy zona bo'yicha kimdir agar buyga qiziqqan bo'lsa, bu yoqda misol tasdiq bergan. Masalan, deylik, men order blok bo'yicha bu yoqda buyga qiziqqan bo'lsam, endi order blok ichida biladiganinglar bor, bilmaydiganinglar bor. Xo'p, tasavvur qilinglar, shu yerda mana buy zonam bor. Men hali o'ylayapman, nimaga o'ylayapman? Потому что men o'ylayapman, to, что bozor sellga tushib minimumni buzib o'tib ketadi. Ya'ni stop lossim bo'ladi deb o'ylanib turibman. Hali aniq определиться qilmadim. Shuni hisobiga qaranglar. Bozor menga signal berdi, ya'ni sell swechani buy svecha поглощение qilib, ya'ni buyga menga signal berdi bozor. Endi bu orqali qanaqa kirish nuqta qilaman? Ko'rishingiz mumkin, поглощение bizda bo'ldi qoidasi bo'yicha. Keyingi masala, xuddi o'sha probitiya bo'lgan zonamizga bozor test qilib berdi. Imindi shu zonani bozor test qilib berdi. Shu holatda men kirish nuqta qildim. Birinchi take profitimni oxirgi mana shu svechani maksimumga qo'yay, deylik. Ya'ni shu yerga chiqsa men сделкамni bezubitga qilaman. Bu ham 80 pips holatda ekan. Keyingi take profitim meni bu holatga qo'yaman. Undan keyingi take profitim bu holatga, undan keyingi borib berish kerak bo'lgan holat bu nuqtaga qo'yaman. Hop, keyingi take profitgacha ko'ramiz, qancha pips yurib bergan. Bu holatgacha ko'rishingiz mumkin, bozor 332 pips yurib beribdi. Undan keyingi holatgacha 480 pips yurib beribdi. Undan keyingi holatgacha bozor 570 pips yurib beribdi. To'g'ri akalar, 570 pips. Kimdir sabri yetadi, kimdir sabri yetmaydi. Lekin 570 pips ushlamagan taqdiringlarda ham shu birinchi kuchliroq borib berish kerak bo'lgan nuqtagacha ham bozor 330 pips harakat bergan. Men o'ylashim bo'yicha bu yomon natija emas. Sizlarga tushuntira oldim degan umiddaman. Xudo xolasa akalar, har bitta mavzudan keyin обязательно sizlarga maslahat beraman. Ko'proq praktika qilib, imindi mana shu darslikdan xulosa chiqarib, o'zingizlar ustingizlardan ishlab, xullas ko'proq backtest sizlarga maslahat beraman. Hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolasa keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.